Onasi? Men orqaga o'tiryapsan. Nima qildik? Har doim sen meni oldimda o'tirgin. Tushundingmi? Sog'inganni orqaga qarashga qiynalaman. Ham qo'lingni ushlab ketaman. Onasi, orqamda o'tirmang qisqacha. Oldida o'tirgin, meni oldimda bo'lgin har doim. Shunaqa bo'ldi, qo'lingni ber, onasi. Siz nima qilasiz? Ko'chada hamma qarab turibdi. Ushlashingizni qarang. Nima bo'ldi qo'lingni ushlasam? Nima men o'ynashim bilan ketyapmanmi? O'zim halolimdan ketyapman-ku. Mashq qo'ling, meni qo'limga har doim zanjir bo'lsin. Tushundingmi, onasi? Onasi, o'ynab yo'lda qarang, kachalar bor ekan. Nima qilasiz? Ushamiz ham yurg'inglar. Endi shu yoshimda kachaga uchib berishim qoldi. Yoshingga nima qildi? Kirgan bo'lsang 30 yoshga kirding. Men 35 ga to'ldim. Hali yoshmiz. Shuni bilib qo'y. Sen bilan qaragunimcha, kampir chol bo'lgunimcha sevishaman. Butun umr sevishaman sen bilan. Tushundingmi? Shuni hech qachon unutmagin. Sevgi 40 yoshdan keyin boshlanadi. Bilib qo'ygin shu narsani. Yur, biluvchan bo'lasa. Siz bir kun damingizda maza qilib uxlasangiz bo'lardi. Butun kuningizni men bilan o'tkazib yubordingiz. O'zi bir haftada bir marta dam olsam, o'sha bir kunimni sallaga bag'ishlayman deyman-da. Bu joyga olib chiqsam deyman, aylantirsam deyman. Qadi uyda g'aflat bosib yotganimdan ko'ra sallaga vaqt ajratganim yaxshi, onasi. Bilasanmi, boshqalar sigaret chaqib, aroq ichib, boshqa narsadan kayf qilsa, men sallaga vaqt ajratib, sallani aylantirib, sallam bilan yurib kayf qilaman. Bilib qo'ygin shuni. Buni o'ylab qarasak, bu dunyoda bir-birimizga g'animat ekanmiz. Farzandingizga, ayolingizga, onangizga vaqtida vaqtingni ajratmasanglar, baxt sizlarni ulardan ajratishi mumkin. Shuni bilib qo'yinglar.